Tomorqaning To'rsotix maydonida atirgul ko'chatlarini yetishtirib, bir mavsumda 50 million so'm daromad topsa bo'lar ekan. Buni Kattaqo'rg'on tumani Oyjon mahallasida yashovchi bobo dehqonlar uddalayapti. Bugungi kunda bobolarning ishini farzand va nabiralar, asosiysi kelinlar davom ettiryapti. Shu joyga kelin bo'lib tushganman. Kelsam, bular lola bilan, atirgul bilan shug'ullanar ekan. Men ham qiziqib qoldim. Hozir endi qaynatam keksayib qoldi. O'zim shug'ullanyapman. Yaxshi daromad qilsa bo'lar ekan. 2 sotix joyga lola ekkanmiz, 4 sotix joyga atirgul ekkanmiz. Atirgullar qalam chaqib, kuzda ko'mib qo'yamiz yerga. Fevralda issiq tushgandan ariq chaqib buni ham ekishni boshlaymiz. 1 yil turadi bu yerda. Tomirlatamizda buylasiga ko'chat qilib sotamiz bozorlarga. Keyin o'zlari kelib olib ketishadi uydan ham. Bitta ko'chatni 5 ming, 6 mingdan sotamiz. Ko'taragada ko'palik olsa, bozorga olib borsak 8 ming, 10 mingdan sotamiz. Bir 4 sotix joyga bir 10 mingtagacha ko'chat yetishtirib olsak, 50 milliongacha daromad qilsa bo'ladi. Lolani endi boshladik. 3 mingdan piyozni sotamiz. Gulini 8 ming, 10 mingdan sotamiz. Hozircha shu 2 sotix joydan 4-5 million daromad qilyapmiz loladan. Men ijaraga ham yer oldik, o'shalarga ham ekib ko'paytiryapmiz. Muattar Tolliyeva kabi tomorqada mehnat qiladigan oyjonlik yosh kelinlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Mahallada 553 ta xonadon bor. Ularga tegishli 121 gektar tomorqa maydoni bo'lib, har bir qarich yerdan unumli foydalaniladi. Mahallamizdagi barcha xonadonlarimizda bahorgi ekin-tekin ishlari bajarilib, amalga oshirib bo'lindi. 100 dan ortiq xonadonlarimizda issiqxonalar rivojlangan. Ularda bugungi kunda pomidor, bodring, har xil ekinlar gulga kirib, hosilga kira boshladi. Shu bilan birga kuzda 90 bosli ekinlar ekilgan, chesnok, piyoz, 50 dan ziyod xonadonimizda bugungi kunda driver bo'layapti bu. Gulchilikni rivojlantiryapmiz. Asosiy gulchiligimizni bu yerda eng katta dehqon bobomiz Jamol aka Arolov dehqonimiz bor. Birinchi navbatda o'zini qavmi qarindoshi, farzandlariga o'rgatdi. Endi bugun qo'ni-qo'shni, hamqishloqlar hammasi o'rganib, juda jadal rivojlanib bormoqda. Mahallada atirgulning 10 ga yaqin turidan ko'chatlar yetishtirilar ekan. Xaridorlar ham talaygina. Ko'chatlar nafaqat Kattaqo'rg'on tumani bozorlariga chiqariladi, balki qo'shni tumanlardan, qolaversa paxtachilik va qo'shrobotlik mijozlardan ham joyidan xarid qilib ketish uchun buyurtmalar tushgan.